Barcha sharoitlari bo'lsa ham darsini qilmaydigan bolalarga ko'rsating. -9 daraja izg'irin sovuqda 5 kilometr masofani piyoda bosib o'tib imtihon topshirgani kelgan xitoylik bolakay. U 100 ballik sistemada 99 ball to'plagan. Xitoyning Yunan provinsiyasida istiqomat qiluvchi Wang Fuman ismli kichkina bola keyinchalik butun dunyoga muzli bola nomi bilan tanildi. U yakuniy imtihonni topshirish uchun -9 daraja sovuqda 5 kilometr masofani piyoda yurib kelib, sinfiga kirganida sochlari va qoshlari qor aralash muz bilan qoplangan, yonoqlari sovuqdan qizarib ketgan edi. O'qituvchi uning ushbu holati butun dunyo bo'ylab millionlab odamlarning qalbiga ta'sir qilishini bilmagan holda suratga olgan va ushbu surat qiyinchiliklarga qaramay bolaning ruhiy kuchi va bilimga bo'lgan intilishining ramziga aylandi. Mazkur voqeadan keyin bolakayni qo'llab-quvvatlash uchun maktab tomonidan $450,000 mablag' yig'ildi. Albatta, Wang bu pullarga issiq kiyim-kechak sotib oldi va o'quv sharoitlarini yaxshiladi. Keyinchalik Pekinga kelganidan so'ng bola shunday dedi: "Uyda biz kurtkalarda uxlaymiz, ammo bu yerda siz faqat tungi pijama kiyishingiz mumkin. Iliqlik bu mo'jizadir. Muzli bola hikoyasi chidamlilik, minnatdorlik va biz uchun oddiy hisoblangan narsalar boshqalar uchun orzu ekanligini anglatuvchi voqea bo'lib xizmat qildi." Bu videoni issiq uyda barcha sharoitlari bo'lsa ham darsini qilmaydigan